Operatsiyamizning ikkinchi paketi kumush paketi hisoblanib, bunga hamkor bo'lish uchun 2.280.000 so'm to'lov to'lanadi va kumush paketimiz 110 PV hisoblanadi. Kumush paketimizda 6.400.000 so'm voucher puli tashlab beriladi, ya'ni mahsulotlarni 50% skidkada olish imkoniyatini beradi. Endi kumush paketimizda nimalar o'zgaradi? 3 xil kunlik daromadlarimizning narxlari o'zgaradi albatta. Birinchi kunlik daromadimiz liniya daromad turi hisoblanadi. Siz bu joyda kumush paketiga hamkor bo'ldingiz va ikkita qo'lingizga ham kumush paketiga hamkor qildingiz. Shuni o'zida sizga ikkita insonni o'zidan birinchi liniyangiz yopiladi va bu joyda 159.600 so'm pul tashlanadi. Ikkinchi daromad turimiz binar daromad turi hisoblanadi. B2 nar pul degani, ya'ni o'rtadan chizganman, ikkita tomoningizda juftlik hosil bo'lganda bu daromad turi tashlab beriladi. Kumush paketimizning binar daromad turi 65.800 so'mni tashkil qiladi. Va uchinchi kunlik tarifimiz shaxsiy taklif deb nomlanadi. Bu nima degani? Bu ikki insonni o'zingiz taklif qilganingizda sizga tashlab beriladigan pul, bu insonni agar bitta donasini o'zingiz taklif qilib, bunisini boshqa inson taklif qilgan bo'lsa yoki shaxsiy taklifi boshqa insonga belgilansa, sizda bu daromad turini faqat bittasi hisobga olinadi, 54.800 so'm. Agarda ikkala hamkoringizni ham o'zingiz shaxsiy taklif qilib yozdirtirgan bo'lsangiz, 54.800 so'mni 2 ga ko'paytirsak 109.600 so'm shaxsiy taklifning o'zidan tushirib beriladi. Shunda bu joyning o'zida jami sizga kumush paketidan kunlik daromad turi 335.000 so'm hisoblanadi. Agarda bu ikki insondan birini shaxsiy taklifi sizda bo'lmasa, 335.000 so'mdan 54.800 so'mni ayirib tashlagan summamiz sizga tushadi.